هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Qari'a tafsiri 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga Ibn Kathir rahimahullohning Qur'oni Karim tafsiri Uyg'urcha tarjimasi Qari'a surasi 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Sura Qari'a Mekke'de nazil bo'lgan 11 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kıyamet. Kıyamet nimidir? Kıyametnin nimi ekenligini qandaq bilalaysan? Şu günde insanlar tarılıp ketken pervanedek bolup ketidi. Tağla etilgan yungdek bolup ketidi. Tarazisi iğri kelgen, yani yaxşılıkları, yamanlıklarını besip düşken adamga kelsak, u köngüllik turmuşda, yani nazu nimetlik cennette boludu. Tarazisi yenik kelgen, yani yamanlıkları, yaxşılıklarını besip ketken, ya yaxşılıkı bommagan adamga kelsak, onun jayı haviye boludu. Haviye'nin nima ekanligini sen qandaq bilalaysan? Haviye qiziq o'tdir. Allah Teala qiyomat nimadir deb qiyomat haqida gap ochgandan keyin qiyomatning ishining nihoyat cho'ng va ahvolining nihoyat ig'ir ekanligini bayon qilib mundaq dedi. Qiyomatning nima ekanligini qandaq bilalaysan? Andın Allah Teala kıyametinin nima ekanligini ochiq bayon qilib mundaq dedi. Şu günde insanlar tarılıp ketken pervanedek bolup ketidi. Yani şu günde insanlar özleri duch kelgan ishlardan gangirab qilib, tarilish, ayrilish va u yoq bu yoqqa berib kelishlarda xuddi tarılıp ketken pervanedek bolup ketidi. Bu vaqtda Allah Teala mundaq dedi. Ular qo'rqinishdan tikilib qarayolmagan holda go'yo tarilib ketgan cheketkidek qabrlardan chiqib keladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Tağlar etilgan yungdek bo'lib ketadi. Ya'ni tağlar etilishga va titilishga boshlagan yungdek bo'lib ketadi. Andın Allah Subhanahu wa Ta'ala yaxshi amal ibodat qilg'ichilar o'zlarining qilgan amal ibodatlariga qarata mukofotlanadiganligidan va yomon ishlarni qilg'ichilarning qilgan ishlariga qarata jazolanadiganligidan xabar berib mundaq dedi. Tarazisi ig'ir kelgan, ya'ni yaxshiliklari yomonliklarini besib tushgan odamga kelsak, u ko'ngillik turmushda, ya'ni nozu ne'matlik jannatda bo'ladi. Tarazisi yenik kelgan, ya'ni yomonliklari yaxshiliklarini besib ketgan, ya yaxshiliqi bo'lmagan odamga kelsak, uning joyi haviya bo'ladi. Ya'ni yomonliklari besib ketgan odam jahannamga beshchilab tushkichidir. İbn Abbas, Ekrime, Abu Salih ve Qatada qatarlıqlarmı bu ayetning ma'nosining shundoq bo'ladiganligini bayon qildi. Bu ayetning ma'nosi haqida haviya yomonliqlar besib ketgan odamlar kiradigan bir davzaxning ismidir degan ko'z qarashim bor. Bu ayetning ma'nosi haqida Ibn Zayd shundoq qildiki, odamlarning oxiri boradigan va o'rinlashadigan joyi davzax bo'ladi dedi. İbn Abu Hatem Qatadaning haviya bo'lsa yomonliqlari besib ketgan odamlarning kirdigan davzaxi
ve o'rinlashadigan joydir deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo Haviyaning nima ekanligini ochiq bayon qilib mundaq dedi. Haviyaning nima ekanligini sen qandoq bilalaysan? Haviya qiziq o'tdir. Ya'ni yolqini va tepti nihoyat qiziq bo'lgan o'tdir. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom dunyoda insonlar yiqayotgan o't davzax o'tining 70dan bir hassisidir dedi. Sahobalar, ey Allohning payg'ambari, mushu bir hassisimi yetarlik bo'larkan-ku dedi. Payg'ambar alayhissalom u bir hassiga ya'ni 69 hassi qitildi dedi. Payg'ambar alayhissalom bir rivoyatda mundaq dedi. U bir hassiga har bir hassa shu bir hassining qiziqligida bo'lgan 69 hassi qitildi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. İmam Ahmad Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning davzaxga kirganlarning ichida eng yengil azob berilgan kishi o'tdan 2 oyoq kaydirilgan kishi bo'lib u 2 oyoqning qiziqligidan uning mingisi qaynaydi deganligini rivoyat qiladi. La havla va la quvvata illa billah. İmam Buxoriy va Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Davzax Rabbiga shikoyat qilib, ey Rabbimiz, biz bir-birimizni yeb bo'ldik dedi. Shuning bilan Alloh taolo uningga qishda bir qitim va yozda bir qitim bo'lib 2 qitim tinib olishga ruxsat berdi. Qishda sizlar uchraydigan eng qattiq sovuq bo'lsa, uning tinig'idan kelgan sovuqdir. Yozda sizlar uchraydigan eng qattiq issiqmi uning tinig'idan kelgan issiqdir. İmam Buxoriy va Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Havo bak qizib ketsa, sizlar namozni havoni sovutib o'qinglar. Chunki havoning bak qizib ketganligi davzaxning qiziqligining toshqanligidandir. Elhamdülillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura Qori'aning tafsiri oyoqlashdi. Kelar qitimda sura Takasur tafsiri 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.